Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ozgina kech qoldim. Kun kartasi. Kunning xarakteristikasi. Yangilik. Bugungi kunda siz общая xarakteristika bugungi kun yangitdan boshlash. Yangitdan, noldan boshlash hayotni. Bugun yangi ideyalar keladi sizga, kutilmagan hodisa. Juda ham zo'r miyangizga ideyalarga, o'zbekchasiga aytganda ideya. Короче, не знаю, ideya qanaqa bo'lishini. Yangi maqsadlar qo'yasiz, yaxshilab o'ylaysiz, qilgan ishingizni o'ylab qilasiz. Bugun siz qanaqa emotsiyalarga to'la bo'lasiz desam, bu yerda kuchga to'lasiz. Kuningiz bu kun davomida o'zingizni kuchli ayol qilib his qilasiz. Chunki qo'lingizdan hamma narsa kelishini o'zingiz his qilib turibsiz-da, chunki o'yladingiz, yangitdan boshladingiz, mana shunda sizga priliv sil energiya oqimi kirib keladi sizga yangi boshlanishi uchun. Nima bo'ladi? Tanlaysiz. Variantlar ichida o'zingizga keraklisini tanlaysiz. Kim ishlayotgan bo'lsa, ishida tinchlik bo'ladi, xotirjamlik, bir xil nimadagi ish, однообразная работа. Eng asosiy hodisa bugungi kuningizda sizni sevadigan inson keladi. Suv burchida bo'lishi mumkin. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan, siz uni sevadigan inson keladi.